Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni apga o'rnatib berdik. Bu darvozamiz har doimgidek Tojikiston Respublikasi Isfara shahriga juda ideal holatda bir gigant darvoza bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, skromniy variantda bo'ldi darvozamiz. Qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, listlarimiz 1.8 lik 2 qavatli, o'rta delalari 2 qavatli, pastki delalari. Chetlari nalichkalari bir qavatlik bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. 1.300.000 so'mlik variantda so'mga hisoblaganimizda stoykalari 10 ga 10 profil, ikkilik stenada. Ichki profillari 8 ga 4, 6 ga 4 deb 1.5 lik stenasida bo'ldi. Taglari 10 lik shiviller. Zamoklarimiz har doimgidek zubur zamok. Juda ideal holatda ishlashyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Darvozam yo'q hattoki. Bu darvozamizni общий summasi 2,5 ming dollar gapga bo'linatib berdik. Shu darvoza bilan birga mana bu joyda kichkina eshik kalitkachasi bor. 90 ga 2,5 metr. Shular bilan hisoblaganimizda 2,5 ming dollarga aylanib ketdi, xudo xolasa. Kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. Darvoqa orqa tomondan ko'rsatib o'tmadik. Orqalarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Uzr, lekin biz bloger emasmiz. Mana orqalari ham tekis holatda bo'ladi. Changlariga e'tibor bermaysizlarga umiddamiz. Changlari ratsaga to'radi xolos. Mana bunaqa joylari, mana bir qo'lda bemalol. Bemalol mana yo'qlashlari ham ajoyib. Kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, yana bir bor bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat.